Assalomu alaykum. Chetda Rossiya davlatida yurgan musofir qorako'z vatandoshlarimiz uchun zo'r ma'lumot. Bilasizlar, bizda zo'r ma'lumotlar chiqadi. Servis yozgan gap shu yerda chiqadi tariflar, chegarasiz degan tariflar 60 ming, 80 ming, 150 ming so'mgacha Ucell kompaniyasining nomeri kitasiz. Misol bering 80 ming so'm 20 gigabayt beradi. Shuni borib Rossiyani Lipo yerida bemalol ishlatsa bo'ladi. Megafon antenasini chiqadi. 20 gigabayt 200 minut 500 SMS ham beradi sizga. Rossiyada bemalol ishlatasiz. Bu nima uchun chiqardik sizlar uchun? Bilasizlar, Rossiyaning qonuniga ko'ra O'zbekiston fuqarosi borgandan keyin dokumenti bo'lmayincha SIM karta olib registratsiya etib nomer ishlatish imkoniyati yo'q. Shu uchun bizlardan bir nomer olasiz, shuna borib 1 oy davomida bizga bergan nomer bemalol ishlaydi. Siz dokumentingizni bitirib qo'lingizga olincha, nomer olincha bizning kompaniya ishlatib turadi. Yana bir plyusi yozganimizda qo'yinglar. Shu nomerda olgan vaqtda promo kod keladi, shuni saqlab qo'yib Rossiyaga borib Megafonmi, Yotami ikki kompaniyadan birisini tanlasangiz, shu promo kodni kirsangiz, sizlarga kompaniya 500 rubl olgan nomerlarga tashab beradi. Bizga olgan nomerlar muhtojlar, ishonaveringlar. Shunday yangiliklar kimda bor, servisi yozda bor. Shunday ma'lumotlar to'liq kerak bo'lsa, bemalol kelinglar, xudo xohlasa ishimizni bitiramiz. Bizlar podpis yo'l shartdan chiqmasin, ma'lumotlarimiz ko'p.